Taniqli avtobloger va tadbirkor Real Sanjik taxallusi bilan tanilgan Sanjar Karimovga oid jinoyat ishida sud tergovi yakunlandi. 1-may kungi sud majlisida prokuror muzokara nutqiga chiqib, suddan Sanjar Karimovga 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlashni, jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashni belgilashni so'radi. Bundan tashqari, bazaviy hisoblash miqdorining 510 baravari miqdorida jarima jazosini belgilashni ham so'radi. Shuningdek, davlat ayblovchisi Navruz Safarov sudlanuvchi Sanjar Karimov jabrlanuvchilar Olimboyevlar oilasining $240,000 ga baholangan xonadonini qaytarganini inobatga olish kerakligini bildirdi. Prokuror so'zining yakunida Karimov uyda o'tkazilgan tintuvda qatnashgan Ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimi gumondorning tergovga aloqasi bo'lmagan shaxsiy buyumini o'zi bilan olib chiqib ketgani bo'yicha xususiy ajrim chiqarishni so'radi. Jabrlanuvchi Shahlo Olimboyeva uy-joyini qaytarib olgani bois Sanjar Karimovga nisbatan hech qanday da'vosi yo'qligini ta'kidladi. Jabrlanuvchi Feruza Rahmatullayeva o'g'li Shahzod Rismatov $220,000 evaziga garovga qo'ygan 2 dona BMW rusumli avtomobil bo'yicha yetkazilgan zararni qoplash uchun Sanjar Karimovdan $300,000 undirishni so'radi. Jabrlanuvchi Olimboyevaning advokati Nurmuhammedova o'z nutqida himoyasi ostidagi shaxsning moddiy zarari qoplab berilgani, ya'ni uyi qaytarib berilganini ma'lum qildi. Jabrlanuvchining da'vosi yo'qligi sababli sudlanuvchi Sanjar Karimovga yengil jazo tayinlashni suddan so'radi. Sudlanuvchining advokatlari muzokara nutqida Sanjar Karimovga nisbatan bo'layotgan holatlar uyushtirilganini, buni jabrlanuvchi Feruza Rahmatullayeva ham o'z ko'rsatuvida tasdiqlaganini, qolaversa Sanjar Karimov xonadonida o'tkazilgan tintuv ham noqonuniy ravishda amalga oshirilganini bildirdi. O'zimiz himoya nutqimiz bilan eshitgan bo'lsangizlar, 4 ta himoyachi ham oqlov so'radi bir ovozdan. Sababiki sudni mana jamoatchilik ham sizlar hamma kuzatib bordi. Biror holat o'z tasdig'ini topmadi. Faktik dalillar bilan yo guvohlarni yo jabrlanuvchilarni ko'rsatuvlari bilan o'z tasdig'ini topmadi. Birinchidan o'sha Rahmatulloy holati bo'yicha aytadigan bo'lsak, bu emotsional holatda Karimov tomonidan haqorat qilish holati bo'lgan. Bu bo'yicha suddan bo'lib o'tgan va tegishli javobgarligini jazosini olgan. Keyingi holat 128 bu eng mashhur holat o'sha uy masalasida ham mana kecha o'tkazib berildi. Uy notarial tartibda bu zararni qoplash emas. Bir necha marta takrorladik. Men o'zim ham nutqimda aytib o'tdimki, Karimov Rismatovga nisbatan jinoyat ishi ko'rilayotgan paytda o'ziga obro'siga yetkazilgan zarardan kelib chiqib, obro'sini tiklash va o'shalarni uysiz qoldirmaslik uchun otasini xotirasi haqqi uyni qaytarishni niyat qilgan edi. Biz Alimbayevlar bilan kelishgan edik. Men o'zim ham ular uylariga tashrif buyurganman. Tomonlar o'rtasida kelishuv bor edi, uyni qaytarish. Lekin bu yerda asosiy to'siq nima bo'ldi deganda, sud va tergov tomonidan uyga qo'yilgan taqiq yechilmadi o'z vaqtida va sun'iy ravishda cho'zib kelindi. Shuni natijasida o'tkazib berishning imkoniyati bo'lmadi. Mana kecha sudni ajrimi bilan yechilgandan so'ng uy o'tkazib berildi. Shundan kelib chiqib biz Rismatov bilan o'zaro til biriktirmagan, balki Rismatovdan jabr ko'rgan shaxs sifatida alohida jinoyat ishi ajratishni va bu yerda Karimovni jabrlanuvchi deb topishni so'radik. Keyingi holatga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda jami ish holatlaridan kelib aytadigan bo'lsak, Karimovga nisbatan oqlov hukmi chiqarilishini va darhol sud zalidan ozod qilinishini so'radik. Sanjar Karimov tomonidan hozirgi da'vo qilinayotgan holat bu jinoyat ish materiallarida ham bor. Shahzod Rismatov tomonidan 2024-yil 7-avgust kuni yozilgan o'zini tilxati bor. Tilxatda ko'rsatib o'tganki, men $240,000 miqdorida Sanjar Karimovdan qarzman. Bu uchun mana o'sha Alimbayevalarga tegishli uyni va 2 ta mashinani garov sifatida qoldiryapman degan. Lekin hozir qoldirgan o'sha 2 ta mashina aslida o'ziga tegishli bo'lmagan. Bu ham bir firibgarlik alomati. Undan tashqari uy ham mana hozir nizoli, uni pulini to'lab bermadi. Biz shu muammo yuzasidan o'tkazib berganimizdan kelib chiqib, hozirgi kunda Karimov Rismatovdan $240,000 miqdorida da'vosi bor.
buni alohida jinoyat ishi qo'zg'atilib, ish yurituviga olinishini so'rayapmiz. Sudda 8-maygacha tanaffus e'lon qilindi. Keyingi sud majlisida sudlanuvchi Sanjar Karimovga so'z beriladi. Hurmatli fuqarolar,